1,5 sotixli uchastka emas, kvartira haqida gaplashamiz. Lokatsiyasi ham dahshat. Narxini eshitsalang, oxirida bor, aniq bilaman, u sizlarga yoqadi. 152 kvadratli Yakkasaroy tumani Salarisda joylashgan bu xonadonimiz, xo'p, 5 xonali bo'ladi. Pastimizda bitta mana shunaqa kattagina zal qismimiz bor. Xolasangiz, bu tarafimiz bor-ku, mana shunday to'sib turib, bu yoqda addini foydalansangiz ham bo'ladi, stol-stulni kattalarini qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Bu uyimizni har bitta kvadratidan unumli foydalanishga qaranglar, nima uchun mana zinaga tepaga chiqib ketishimizga mana shunaqa shkaflarni joylashtirishga, mana ko'rishingiz mumkin, shkaflarni joylashtirib qo'yishgan. Hoji aka, mana bu yerda kechqurun kelib, damlab o'tirishingizga nima yetsin, to'g'rimi? Mana bu yerda esa mehmonlaringizni kutib olish uchun bu yoqda mana yumshoq mebellarimiz joylashgan, televizorli zonamiz va uyimiz aylanasiga balkon, hurmatli obunachilar. Balkondan umuman muammo yo'q, tashqariga chiqib bemalol toza havodan ham nafas olsanglar bo'ladi. Uyimizda ayrim ko'p joylarimizda to'pli polimiz ham bor. Bu bizni kirosh qismimiz bo'ladi. Va shu pastki etajimizda bu yoqda bizni sanuzel qismimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Sanuzelimizda ham hamma narsamiz bor. Va bu yoqda ayollarimiz maza qilib ijod qiladigan oshxona qismimiz. Texnikalarimiz Goodwill texnikalari o'rnatilgan. Duxovka deysizmi, gaz plita, bu yoqda moykalarimiz, mikrovolnovkalarimiz, mana bu yoqda xolodilnikimiz va mana bu yoqda balkon qismimiz ham bor. Oilaga yetadigan bu yoqqa 4 talik stol qo'yishgan. Bemalol 6 talik ham sig'adi, hurmatli obunachilar. Endi yuringlar. Tepa etajni ham bitta ko'rib chiqamiz. Mana bu yoqdan tepa etajimizga chiqamiz. Tepa etajimizda 3 ta spalniyadan iborat. Qani yuringlar. Tepa etajimizga chiqishimizda mana zinalarimizga borib, podsvetkalar ham qilingan. Kechqurun tushmoqchi bo'lsangiz ham hech qanaqa bemalol tushib ketaverasiz, yorug'gina bo'ladi va yog'ochdan qilingan. Xo'p, kelinglar, mana chiqqanimizda birinchi bo'lib bu yoqda bitta bemalol bolalar spalniyasi yoki kattalarga ham bersak bo'ladi. Juda ham chiroyli kartinkalar va o'zining bu yoqda shkaflari va konditsionerlarimiz, juda ham chiroyli svetlarimiz bor. Bu uyimizda hamma kartinkalarimiz qo'l mehnati, hurmatli obunachilar. Bu kartinkalarni albatta tushungan odam juda yaxshi bilishadi. Mana bu yoqda ham kartinkalarimiz bor. Devorlarimiz ham oppoqqina. Xo'p, bu yoqda yana bitta xonamiz joylashgan. Bemalol bu yoqqa qizlarimizga bersak ham bo'ladi. Nimaga deganingizda, mana bu yerda o'zlarini kiyimlarini kiyib, bemalol modada yurganda yurib foydalanishlari mumkin. Bu yoqda o'zining shkaflari bor va bu xonamizda ham balkon qismimiz bor. Endi kattalar spalniyasini ko'ringlar, kelinglar. Juda ham zo'r ekanda. Kirishingiz bilan mana garderobli xonamiz bor. Kiyimlarga umuman muammo yo'q. Hammasiga bu tarafimizga ham, bu tarafimizga ham mana bu yerda mana o kiyimlaringizni kiyib ko'rib, o'zingizga qarab yuraverasiz. Bu yoqda kitobingizni o'qib o'tirsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda yana kartinkalarimiz bor. Xo'p, bu yoqda bizni spalniya qismimiz ko'rishingiz mumkin. Dahshat spalniya qismimiz va kartinkalari, bu yoqda televizorli zonamiz bor. Aynan bu spalniya qismimizning ham balkon qismi bor, hurmatli obunachilar. Qaranglar. Bu yoqda esa kattagina aynan mana shu spalniya qismimizning o'zini sanuzel qismi joy